Ko'pchilik tomoshabinlar mendan Yura davri va haqiqiy dinozavrlarni solishtirishni so'rashyapti. Bu juda ham qiziq mavzu. Demak, bugun biz Yura davri va haqiqiy dinozavrlarni solishtirib ko'ramiz. Braxiozavr Yura davri park filmida qisqacha ko'rsatilgan. U tikka tura olgan. Haqiqiy ko'rinishida esa u tikka tura olmagan va bo'yni biroz semiz bo'lgan. Uning burni boshining oxirgi qismida bo'lgan va uning rangi yashil rangda bo'lgan. U Yura davridan dagidan sal pastroq, balandroq. Dagi Braxiozavr jirafa titandan ko'chirilgan. Dilophosaurus 1 metr, u filmda 1 metr bo'lgan va o'zidan ishlamchiq narsa otgan. Haqiqiysida esa uning yoqalari bo'lmagan va u 2 metr bo'lgan. Uning u jun bilan qoplangan edi va qo'llari osilib turgan. Galimem Yura davri parki filmida u ham ko'rsatilgan. U juda ham tez yurardi. Haqiqiysi esa terisi pat bilan qoplangan. Parasaurolov. Uning boshida uzun naychaga o'xshash shoxi bo'lgan. Haqiqiysi esa 4 oyoqlab yurgan. Triceratops. U shoxli dinozavr. Uning katta ikkita shoxlari bor. Haqiqiysi ham xuddi shunday, faqat boshi sal boshqacharoq. Uning ko'zi ham ancha kichkina va terisi tangachalar bilan qoplangan. Uning rangi ham sal jigarrangroq edi. Tyrannosaurus Rex eng kuchli dinozavrlardan biri bo'lib, uning ko'zlari old tomonga qaragan. Haqiqiysini esa qo'llari maydaroq va uning ko'zlari ikki yonga qaragan edi. Velociraptor. U to'da bo'lib ov qiluvchi yirtqichdir. Uning tuxumi ham filmda ko'rsatilgan. Haqiqiysi esa undan ancha past bo'lgan. Uning terisi pat bilan qoplangan va tumshug'i xuddi qushnikiga o'xshagan. Uning xuddi qushnikidek qanotlari ham bor edi, lekin u ucha olmasdi. Uning rangi ham sal qoraroq. Dinanexga juda ham o'xshardi. U odamdan ancha past 70 cm bo'lgan. Bugun biz Yura davri filmi va haqiqiy dinozavrlarni ko'rib chiqdik. Hammaga xayr.